O'sha ko'pchilik qiynaladigan active voice va passive voice mavzusini oson usulda tushuntirib beraman. Active voice bu faol nisbat hisoblanadi. Tuzilishi subject plus verb plus object. She cleaned the room. U xonani tozaladi. They are building a house. Ular uy qurishyapti. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda harakat bajaruvchisi juda ham muhim bo'ladi. Ana endi passive voice. Passive voice bu majhul nisbat hisoblanadi. Tuzilishi object plus to be, ya'ni am, is, are, was, were plus verb 3. Past participle ishlatamiz. Misol uchun, the room was cleaned. Xona tozalandi. A house is being built. Uy qurilmoqda. E'tibor bering, active voice'da u xonani tozaladi. Kim? U. Harakat bajaruvchisi muhim bo'ldi. Passive voice'da esa the room was cleaned. Xona tozalandi. Bu yerda natija yoki obyekt muhim. Kim tozalagani esa bizga muhim emas. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, active voice kim bajardi deb savol bersa, passive voice nima bo'ldi deb savol beradi. Misol uchun, Ali derazani sindirdi. Kim sindirdi? Ali sindirdi. Bu active voice. Deraza sindirilgan. Bu esa passive voice. Nima bo'lgan? Deraza sindirilgan. Kim bajarilganligi muhim emas. Natija muhim. Foydali bo'lgan bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying hamda like bosib obuna bo'lishni unutmang. Men bilan ingliz tilini oson usulda o'rganasiz.